boshlaymi? Bir oy oldin boshlarida insult o'tkazganlar. Boshda kelganlarida oyoq faoliyatlarida, qo'l faoliyatlarida umuman harakat yo'q edi. Oyoqlarini yerni bosa olmasdi. Harakat faoliyati cheklangandi bir tomonlama. Hozir ana 5-kun biz hozir shug'ullanyapmiz. Bemorimiz bilan harakat faoliyati ancha yaxshi, уже yuryaptilar. Natijalarni, mashqlarni bajargandan keyin bemorimizni o'zlaridan bilib olasiz. Allohga shukr, oxirgi vaqtga bir 4 kunlardan keyin foydasini ko'rdim. Kelgan vaqtimga oyoqlarimni botolmasdim. Qo'llarimni unchalik ham ishlatolmasdim. Oxirgi vaqt 4 kun, 5 kunlarning ichida harakat ancha yaxshi bo'ldi.